Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizning 19-bobida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti haqidagi keyingi videorolikimizga to'xtalamiz. 113-113 moddalarni o'z ichiga olgan bo'lib, 113-moddamizda O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Konstitutsiya va qonunlarga asoslangan holda ularni ijro ustidan Respublikamizning butun hududida majburiy kuchga ega bo'lgan farmonlar, qarorlar va farmoyishlar chiqaradi. 111-moddamizda Qonunchilik palatasi yoki Senat tarkibida ularning normal faoliyatiga tahdid soluvchi, hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganda yoxud bir necha marta Konstitutsiyaga zid qarorlar qabul qilgan taqdirda Qonunchilik palatasi va Senat o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining normal faoliyatiga tahdid soluvchi, hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Konstitutsiyaviy sudi bilan bamaslahat qabul qilingan qaror asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasini hamda Senatni tarqatib yuborishi mumkin. Respublika Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat tarqatib yuborilgan taqdirda yangi saylov 3 oy ichida o'tkaziladi. Respublika Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati favqulodda holat amal qilish davrida tarqatib yuborishi mumkin emas. 112-moddamizda O'zbekiston Respublikasi amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan hollarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat raisi zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida qonunga to'liq amal qilgan holda Respublika prezidenti saylovi o'tkaziladi. Va 113-moddamizda vakolat tugatilishi munosabati bilan iste'foga chiqqan O'zbekiston Respublikasi prezidenti umrbod O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat a'zosi lavozimini egallaydi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.